Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlarni yana bir marta ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Oldingi videolarimizni ko'rib kelyapsiz degan umiddaman. U yerda juda ham muhim, dolzarb bo'lgan muammolarga yechim topishga harakat qilganmiz. Bugun o'sha videolarga o'xshagan holatda o'quvchilar tomonidan ko'p muammo sifatida qaraladigan grammar, ya'ni grammatikani bilib, lekin uni to'g'ri ishlata olmaslik yoki umuman grammarda o'rgangan qonun qoidalarni hayotda to'g'ri tarzda ishlatishda juda ko'p muammolar bo'ladi o'quvchilarda. O'shalarga yechim topishga harakat qilamiz. Xo'p, qarang, ko'p o'quvchilarga savol beraman-da, "Sen o'zi grammatikani bilasanmi? Mana bu zamonni bilasanmi? Misol uchun present perfect simple bilasanmi?" desam, "Ha, bilaman" deydi. Xo'p, qani bitta gap tuzib berchi desam, gap tuza olmaydi. Ya'ni nimaga tuza olmaydi desangiz, u grammatikani test yechish uchun yoki qanaqadir bir formulalar orqali yodlagan va u formulasini bilish unga xuddi bu grammarni bilaman degan narsani paydo qilib qo'ygan. Lekin siz grammatikani test yechish uchun yoki qanaqadir formulalar orqali yodlab uni bilaman deyishingiz, lekin ishlata olmasligingiz u grammatikani siz yaxshi bilmasligingizdan dalolat beradi. Siz zamonni qachon, qayerda, qaysi holatda ishlatish mumkinligini, qaysi holatlarda ishlatish mumkin emasligini yaxshi bilib olsangiz, shunda sizda grammatikada muammo bo'lmaydi. Ya'ni siz grammatikani formulalar orqali yoki test yechish uchun emas, siz vaziyatlar, qaysi vaziyatda qaysi grammatikani ishlatishni yaxshi tushunib olsangiz, shunda siz bemalol xohlagan grammatikangizga to'g'ri, xatosiz bo'lgan gapni tuza olasiz. Oddiy misol keltiramiz. Present perfect simple. Hop, hammamiz bilamiz, present perfect simple formulasi qanaqa bo'ladi? Subject plus have, has plus verb 3. Yaxshi, молодец, formulani bilding. Endi uni qayerda ishlatiladi? Qaysi holatda ishlatiladi? Aniq vaqt bilan ishlatiladimi? Aniq vaqt qo'yilmasdan ishlatiladimi? Qaysi holatda uni ishlatib bo'lmaydi? Shularni yaxshi bilib olish kerak. Va uni yaxshi bilib olgandan keyin bilan o'sha har kunlik o'zingizda bo'ladigan vaziyatlarni paydo qilib, o'sha vaziyatlarda o'sha grammatikani ishlatishingiz, og'zingizdan chiqarishingiz kerak bo'ladi. O'sha holatga o'sha grammatikani moslab tushirishingiz kerak bo'ladi. Va misol uchun aytaylik, o'sha grammatikani ishlatish orqali kichkina tekst yozish, tuzish va o'sha tekstni yodlab, o'sha tekstni aytish, kimgadir aytib berishingiz. Misol uchun aytaylik, present simple o'rgandingiz. Present simple nima edi? Qachon ishlatamiz present simple? Doimiy bo'ladigan ish harakatlar haqida gapirayotganimizda. Hayotimizda doimiy bo'ladigan, takrorlanib turadigan ish harakatlarni ifodalashda biz present simple dan foydalanamiz. Молодец, zo'r. Endi siz har kuni qiladigan ishlaringiz bor-ku, o'zingizda doimiy bo'lib turadigan. O'shalarni eslash orqali bitta kichkinagina tekst tuzib, uni yodlab kimgadir aytib bering. Every day I get up at 7 o'clock in the morning and I have breakfast, and after breakfast I get ready to school, and then at 9 o'clock go to school and have lunch there with my friends. Ya'ni mashina qilib turib, I get up, I go to school, I have breakfast, I do my homework, I go out with my friends. Ya'ni siz shularni o'zingizda har kuni bo'ladigan vaziyatlaringizga o'sha grammatikani moslab tushirishingiz kerak bo'ladi va o'sha speech qilish orqali, tekst tuzish orqali uni yodlab kimgadir aytib berishingiz sizga o'sha grammar bilan yashash, o'sha grammarni qanchalik yaxshi qaysi vaziyatda ishlatishini tushunishingizga juda ham zo'r samarali yordam beradi. Va u grammar bilan qaysi vaziyat o'sha paydo bo'lib qoldimi, o'shani ishlatishga harakat qiling. Buni yana bitta eng zo'r yo'llardan bittasi, agar sizning darajangiz balandroq bo'lsa, self talk qilish. Self talk nima degani? O'zingiz bilan o'zingiz gaplashishingiz. Ya'ni ko'chada ketyapsiz, avtobus kutib turibsiz, ostanovkada yoki dars qilish jarayonida o'zingizga o'zingiz gapirishingiz. O'sha vaziyatda misol uchun present continuous zamonda biz nima qilamiz? Hozir danli momentda, hozirgi vaqtda bo'lib turgan ish harakatlarni ifodalaymiz. Mana hozir men o'tiribman, sizga video tayyorlayapman. Well, I am sitting
and we are filming a video. I am talking and I'm reading something. I am looking at my phone. I am looking at my friend. I'm looking at the camera. Xuddi shunaqa mana shunaqa qilib o'zingiz gapirishingiz. Astrofkada o'tiribsizmi? Zerikib o'tirmangda, nimadir gaplatib turing. Well, bus is not coming. It is late. Okay. Two people are walking on the street. Okay. The sky is blue. The sun is shining. The weather is very cold today. Ya'ni o'zingizga o'zingiz self talk qilib gapirishingiz. Mana shu orqali ham siz hayotingizda grammarni hayotingizga olib kirasiz va o'sha grammar sizga juda ham oson tuyulishi boshlaydi. Shunda hech qanaqa sizda qiyinchiliklar paydo bo'lmaydi grammar bilan. O'tgan zamondagi grammar o'rgandingizmi, past simple'mi? O'tgan zamonda nima ish harakatlar bo'lgan bo'lsa, o'shalarni aytishga harakat qiling. Yesterday I went to my grandparents' house and we ate really delicious meals with my grandparents. Then I helped them with doing housework. Then I played with my friends outside. Ya'ni mana shunaqa qilib turib siz o'sha past simple faqat formulasini emas, uni hayotingizda bo'lgan vaziyatlarda ishlatib, gaplar tuzib, shunaqa qilib turib u grammar hayotingizga olib kirishingiz kerak bo'ladi. Shu orqali sizda grammardan hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, bu videodan qanaqadir foydalar olgan bo'lsangiz, bundan juda ham xursandmiz. Sizga bitta zo'r imkoniyat bermoqchimiz. Siz o'zingizning muammolaringizni tushunib oldingiz. Endi u muammolaringizga yechim topish uchun biz o'quv markazimizga keling. Sizga sizni bepul imtihondan o'tkazamiz va muammolaringizni aniqlagan holatda sizga bitta road map yasab beramiz. U road mapda sizni xato kamchiliklaringizni, sizda ingliz tilida bo'layotgan muammolarga hammasiga yechim topib beramiz. Bu imkoniyat faqatgina shu videoni ko'rayotgan insonlar uchun bo'ladi. Agar bu imkoniyatdan foydalanish niyatida bo'lsangiz, ism familiyangizni shu video ostida qoldiring, biz sizga bog'lanamiz va sizga samarali yechim topishingizda, shu o'zingizda bo'layotgan muammolarga samarali yechim topishingizda yordam berishga harakat qilamiz. Hammanglar uchun rahmat, videoni ko'rganingiz uchun va ingliz tilini o'rganishda davom etinglar, hech qachon to'xtab qolmanglar. Xudo xolasa muvaffaqiyatga erishishinglarda bu videolar sizlarga ancha yordam beradigan umiddaman.